Bolangizda tez-tez shamollash va shu bilan birga 3-4 oylab davolatish natijasi foyda bermayaptimi? Bolangizni yeydigan narsalarni nazorat qiling. Birinchidan, kireshki, chipslar tarkibidagi trans yog'lari va efir moylari bolangizni immunitetini pasaytiryapti. Ikkinchidan, gaz ichimliklar, kola, fanta tarkibidagi zaharli moddalar va gazlar bolangizni immunitetini tushirib, allergiyaga moyillik qilyapti. Uchinchisini aytishimdan oldin, siz ham mana shunday mahsulotlarni farzandingizga berasizmi? Javobingizni kommentariyga yozib keting. Uchinchisi, ko'p miqdorda shirinliklar va muzqaymoqlar yeyish bolani immunitetini tushiruvchi sirli bomba hisoblanadi. Ko'p miqdorda shakar yeyish esa bolani immunitetini 50% ga tushirishi isbotlangan. Bolangizni hoziroq mana shu mahsulotlardan cheklamasangiz, 2-3 yildan keyin bolangizni jarrohlik stoliga yotqizishingiz mumkin. Agar mana shu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab